Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyuldan boshlab 6 yoshdan oshgan pensionerlar atrofida tarqalgan taqiq haqidagi gaplar nimani anglatadi? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki pensiya yoshidagi yaqinimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha pensiya to'lovining kechikishiga, hujjat qaytarilishiga yoki keraksiz yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo men eng muhim narsani aniq aytib qo'yay. 6 yoshdan oshgan pensionerlarning hammasiga umumiy hayotiy taqiq qo'yilyapti degan gapni to'g'ri tushunmaslik kerak. Odatda bunday xabarlar odamlarni qo'rqitadigan sarlavha bilan tarqaladi. Asl masala shundaki, iyuldan boshlab ayrim tartiblar nazorat kuchayishi, ayrim hujjatlar, to'lovlar qayta rasmiylashtirish, ishonchnoma, bank kartasi yoki yashash joyi bo'yicha talablar aniqroq tekshirilishi mumkin. Ya'ni gap pensiyani bekor qilish haqida emas, balki pensiya olishda qonuniylik, shaxsni tasdiqlash, hujjatlarni yangilash va ortiqcha yoki noto'g'ri to'lovlarning oldini olish haqida ketadi. Oldin ko'p holatda pensionerning ma'lumotlari eski hujjatlar, eski ro'yxat. Qo'lda yozilgan arizalar yoki mahalla orqali olingan ma'lumotlar asosida yuritilgan. Masalan, odam bir tumanda ro'yxatda turgan, lekin boshqa shaharda yashagan yoki pensioner uzoq vaqt bank kartasini qarindoshiga berib qo'ygan. Pulni o'zi emas, boshqa odam olib yurgan. Yana bir holat. Pensioner nomidan ishonchnoma berilgan, lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa ham atrofdagilar buni bilmay yuravergan. Avvallar bunday masalalar ba'zan kech aniqlangan, ba'zan esa odamlar o'zlari ham tartibni tushunmagan. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari, bank kartasi, yashash joyi, ishonchnoma muddati, nogironlik yoki boshqa qo'shimcha to'lovlarga asos bo'ladigan hujjatlar ko'proq solishtiriladi. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Davlat pensiya berishni to'xtatmoqchi emas, lekin pensiya haqiqiy egasiga to'g'ri miqdorda va to'g'ri asosda yetib borishini tekshirish kuchayadi. Shuning uchun 60 yoshdan oshganlar va ularning farzandlari hujjatlarni beparvo qoldirmasligi kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasini boshqa odam orqali olayotgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 68 yoshli onaxonning bank kartasi o'g'lida turibdi. O'g'li har oy bankomatda 20 million 200 ming so'm yoki 20 million 800 ming so'm pensiyani olib kelib beradi. Agar onaxonning sog'lig'i yaxshi bo'lsa, u o'zi bankka bora olsa yoki mobil ilovadan foydalanishni bilsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin karta doimo ravishda boshqa odamda bo'lsa, ayrim tekshiruvlarda savol tug'ilishi mumkin. Pensioner pulni o'zi olyaptimi? Kartadan kim foydalanmoqda? Pensioner bundan xabardormi? Ikkinchi guruh. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Tasavvur qiling, 72 yoshli otaxon yura olmaydi. Shuning uchun qizi notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirgan. Ishonchnoma 2 yilga berilgan. Agar muddat 30 iyunda tugasa, 1 iyuldan keyin qizi pensiyani olishga borganida bank yoki mas'ul idora hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Bu taqiq emas, bu hujjat muddati tugagani sababli to'lovni boshqa odamga berishni cheklashdir. Shuning uchun ishonchnoma bilan ish ko'rayotgan har bir oila hoziroq hujjatning sanasini tekshirishi kerak. 3-guruh yashash joyi o'zgargan, lekin ma'lumotini yangilamagan pensionerlar. Masalan, pensioner avval Andijon viloyatida ro'yxatda turgan, keyin Toshkent shahriga farzandining yoniga ko'chib kelgan. Pensiya esa eski manzil bo'yicha yuritilmoqda. Bunday vaziyatda ayrim xabarnomalar eski manzilga boradi. Tekshiruv eski hududda yuradi. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Natijada to'lov kechikishi yoki ma'lumotni aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Men har doim aytaman. Pensiya tizimida eng muhim narsa bu ma'lumotlarning mos kelishi. Pasportdagi ma'lumot, yashash joyi, bank rekviziti va pensiya ishidagi ma'lumot bir-biriga zid bo'lmasligi kerak. 4-guruh. Qo'shimcha nafaqa, kompensatsiya yoki imtiyoz olayotgan pensionerlar. Masalan, odam oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, kommunal imtiyoz yoki parvarish puli olayotgan bo'lishi mumkin. Agar bu to'lovlarning asosi bo'lgan hujjat yangilanishi kerak bo'lsa,
Lekin yangilanmasa, asosiy pensiya emas, aynan qo'shimcha to'lov bo'yicha savol tug'iladi. Misol uchun, 65 yoshli ayol oyiga 1 million 600 ming so'm pensiya oladi. Ustiga ma'lum kompensatsiya ham bor. Agar kompensatsiyaga asos bo'lgan ma'lumot eski bo'lsa, tekshiruv vaqtida undan yangi hujjat talab qilinadi. Bu jarayonni odamlar ko'pincha pensiyani taqiqlash deb tushunadi. Aslida esa faqat qo'shimcha to'lovning asosi tekshiriladi. 5-guruh bir vaqtning o'zida ishlayotgan pensionerlar. O'zbekiston sharoitida ko'p pensionerlar 60 yoshdan keyin ham ishlaydi. Kimdir qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir o'qituvchilikni davom ettiradi, kimdir kichik savdo qiladi. Ishlayotgan pensionerlar uchun eng muhim masala rasmiy daromad va pensiya huquqi to'g'ri aks etishidir. Ayrim hollarda odam rasmiy ishga kiradi, lekin bu haqda tegishli ma'lumotlar tizimga kech tushadi yoki aksincha. Odam ishdan chiqqan bo'ladi, lekin tizimda hali ham ishlayotgan deb ko'rinadi. Natijada pensiya miqdori yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qayta hisoblash paydo bo'lishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiyangiz o'z nomingizdagi bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot to'g'ri bo'lsa, ishonchnoma ishlatmayotgan bo'lsangiz va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Siz faqat bir marta hammasini tekshirib qo'ysangiz kifoya. Bu yerda asosiy xavf yangi taqiqning o'zida emas, odamlarning hujjatga beparvo qarashida. Men oddiy hayotiy misol keltiraman. 7000 yoshli otaxon har oy 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U kartasini nevarasiga berib qo'ygan. Chunki bankomatdan pul yechishni bilmaydi. Nevarasi halol pulni to'liq olib keladi. Lekin bir kuni bankda karta egasi shaxsan kelishi kerakligi aytiladi. Oila buni taqiq deb o'ylaydi. Aslida bank shunchaki karta egasini tasdiqlamoqchi bo'ladi. Otaxon ID kartasi bilan boradi. Kerakli ma'lumot tasdiqlanadi. Keyin pul olishdan davom etadi. Demak, muammo vahima bilan emas, tartibni tushunish bilan hal bo'ladi. Yana bir misol. 63 yoshli ayol pensiya oladi, lekin yaqinda familiyasi hujjatda boshqacha yozilganini sezadi. Eski pasportda bir xil, yangi ID kartada bir harf farq qiladi. Pensiya ishda eski yozib qolgan. Tizimlar solishtirilganda xatolik chiqishi mumkin. Agar ayol oldindan pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmatga borib ma'lumotni to'g'rilatsa, muammo bo'lmaydi. Agar e'tibor bermasa, to'lov vaqtida aniqlashtirish cho'zilishi mumkin. Shuning uchun men aytaman, kichik harf xatosi ham katta kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan holatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, 60 yosh degani hamma uchun bir xil huquqiy holat degani emas. Kimdir yoshga doir pensiyada, kimdir nogironlik pensiyasida, kimdir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Kimdir esa hali to'liq pensiya yoshiga yetmagan bo'lsa ham boshqa asos bilan to'lov olishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining holatini o'zingizga solishtirib xulosa qilmang. Bir odamga hujjat talab qilinsa, bu hamma pensionerdan shu hujjat so'raladi degani emas. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi pensioner nomida bo'lsa ham undan kim foydalanayotgani muhim bo'lishi mumkin. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Ota-onaning kartasi farzandi, farzand esa pulni uy xarajatiga ishlatadi. Agar pensioner rozi bo'lsa ham, huquqiy tomondan karta egasi o'z mablag'ini nazorat qilish kerak. Chunki ertaga oilada kelishmovchilik chiqsa, pensioner mening pulimni bermayapti desa, masala jiddiylashadi. Shu sababli farzandlar ehtiyot bo'lishi kerak. Pensionerning pulini olib berayotgan bo'lsangiz, hammasini ochiq qiling, imkon bo'lsa. Pensionerning roziligi va ishonchnoma masalasini tartibga soling. Uchinchi nozik jihat, telefon raqami va bankdagi ma'lumot. Hozir ko'p xizmatlar SMS tasdiqlash kodi va mobil ilova orqali ishlaydi. Agar pensioner nomidagi karta boshqa odamning telefon raqamiga ulangan bo'lsa yoki eski raqam ishlamay qolgan bo'lsa, to'lovni boshqarishda muammo chiqadi. Masalan, bank xavfsizlik sababli operatsiyani to'xtatishi mumkin. Pensioner esa pulim bloklandi deb o'ylaydi. Aslida esa raqamni yangilash kerak bo'ladi. Shuning uchun telefon raqami pensionerga tegishli bo'lishi yoki hech bo'lmasa u to'liq xabardor bo'lgan raqam bo'lishi zarur. To'rtinchi nozik jihat, chet elda yurgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar farzandlari yo'niga vaqtincha chet elga ketadi. Ularning pensiyasi kartaga tushaveradi, lekin uzoq muddat davomida shaxsni tasdiqlash, yashash holati, hujjat amal qilish muddati
yoki bank operatsiyalarida savollar paydo bo'lishi mumkin. Agar pensioner chet elda bo'lsa, u oldindan konsullik, ishonchnoma, bank va pensiya idorasi bo'yicha tartibni aniqlab qo'yishi kerak. Aqsolda oddiy hujjat masalasi bir necha oyga cho'zilishi mumkin. 5-nozik jihat, vafot etgan pensioner nomidan pul yechilishi. Bu eng og'ir va xavfli holat. Ba'zan oila a'zolari odam vafot etganidan keyin ham kartaga tushgan pulni yechib oladi. Kimdir buni bilmasdan qiladi, kimdir esa keyin qaytararman deb o'ylaydi. Lekin bu juda jiddiy masala. Chunki pensiya faqat tirik pensionerga tegishli. Vafot holati qayd etilgandan keyin ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinadi. Shuning uchun oilada bunday og'ir vaziyat bo'lsa, hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirish, tegishli idoralarga xabar berish va keyingi to'lovlarni noqonuniy ishlatmaslik kerak. 6-nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kredit olgan bo'ladi. Aliment qarzi, sud qarori yoki boshqa majburiy to'lovlari bo'lishi mumkin. 1-iyuldan keyin taqiq deb tarqalayotgan ayrim gaplar aslida pensiyadan ushlab qolish tartibi yoki ijro hujjatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensionerning kartasidan pul kamayib tursa, darhol pensiya bekor bo'ldi demaslik kerak. Bankdan ko'chirma oling, ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan asosni so'rang. Chunki ushlab qolish qonuniy hujjat asosida bo'lishi mumkin. Lekin miqdori va tartibi ham tekshirilishi kerak. 7-nozik jihat, firibgarlar. Har safar pensiya, kompensatsiya yoki taqiq haqidagi xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, sizning pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni yangilash kerak, SMS kodini ayting deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga karta raqamingizni, SMS kodingizni, PIN kodingizni aytmang. Pensiya idorasi yoki bank xodimi hech qachon sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramasligi kerak. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying. O'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjatini tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Familiya, ism otasining ismi. Tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi? Pensiya hujjatlaridagi ma'lumot bilan mosmi? Shuni ko'ring. Agar bitta harf farqi bo'lsa ham, uni beparvo qoldirmang. Tegishli davlat xizmatlari markazi yoki pensiya bo'limi orqali ma'lumotni to'g'rilash masalasini ko'taring. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta pensioner nomidami? Muddati tugamaganmi? Unga ulangan telefon raqami ishlayaptimi? SMS xabarnoma kelyaptimi? Karta yo'qolmaganmi? PIN kodini begona odam bilmaydimi? Shularni aniqlang. Agar pensioner bankka bora olmasa, bankdan yoki notariusdan qonuniy vakillik tartibini so'rang. Har bir bankning ichki tartibi biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun eshitgan gapga emas, rasmiy javobga tayaning. 3-qadam ishonchnoma bo'lsa, muddatini ko'ring. Ishonchnoma qachon berilgan, qachongacha amal qiladi? Unda aynan pensiya olish, bankdan pul olish, hujjat topshirish vakolati yozilganmi? Shuni o'qing. Ba'zan ishonchnoma umumiy bo'ladi, lekin kerakli vakolat aniq ko'rsatilmagan bo'ladi. Natijada idora qabul qilmaydi. Agar pensioner yura olmasa, notariusning uyga kelish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Bu xizmat pullik bo'lishi mumkin. Lekin ko'p holatda muammoni qonuniy hal qiladi. 4-qadam, yashash joyi va aloqa ma'lumotlarini yangilang. Pensioner qayerda haqiqatda yashayapti, ro'yxatda qayerda turibdi, telefon raqami kimning nomida. Xabarnomalar qayerga boradi? Bularni tartibga soling. Agar pensioner farzandining uyida yashayotgan bo'lsa, lekin eski manzilda ro'yxatda qolgan bo'lsa, tegishli tartibni aniqlang. Chunki rasmiy tizimlar siz aytgan gapga emas, hujjatda turgan ma'lumotga qaraydi. 5-qadam, pensiya miqdorini tekshirib boring. Har oy qancha pul tushyapti? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Qo'shimcha to'lov tushdimi yoki kamayib qoldimi? Bank ko'chirmasidan ko'ring. Masalan, siz odatda 1.700.000 so'm olayotgan bo'lsangiz, bir oy 1.200.000 so'm tushsa, darhol sababini aniqlang. Bu kredit ushlov bo'lishi mumkin, qo'shimcha to'lov tugagan bo'lishi mumkin, texnik xatolik bo'lishi mumkin. Taxmin qilmang, hujjat talab qiling. 6-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilganda arizani yozma shaklida bering. O'zaki so'radim, falonchi shunday dedi. Degan gap keyin isbot bo'lmaydi. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqami, muammo mazmuni, qaysi oy uchun to'lov kelmagan yoki qaysi hujjat bo'yicha savol borligini aniq yozing. Arizadan nusxa olib
qabul qilingan sanani belgilatib qo'ying. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 7-qadam. Hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Men tavsiya qiladigan ro'yxat shunday. ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa uning nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Qo'shimcha imtiyoz bo'lsa unga asos bo'lgan hujjatlar, bank ko'chirmasi, oldingi murojaatlar javobi. Bu hujjatlar tayyor bo'lsa, idoraga borganingizda vaqt yutmaysiz. 8-qadam. Qarindoshlar o'rtasida kelishuvni ochiq qiling. Pensiya egasi ota yoki ona bo'lsa, uning pulini kim oladi, nimaga ishlatiladi? Dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, parvarish xarajatlari qanday yuritiladi? Bularni oilada gaplashib oling, chunki huquqiy muammolarning ko'pi begona odamdan emas, oila ichidagi tushunmovchilikdan chiqadi. Pensionerning roziligi bo'lmasa, uning pensiyasini ishlatish mumkin emas. Rozilik bo'lsa ham buni hurmat bilan ochiq va qonuniy qilish kerak. 9-qadam. Rasmiy manbalarni tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish yoki qo'rqinchli sarlavhaga ishonib qaror qilmang. Pensiya bo'yicha masala bo'lsa, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, bankning rasmiy aloqa markazi yoki mahalliy mas'ul idoradan aniqlang. Agar sizga 1 yildan hamma pensionerning kartasi bloklanadi, hamma naqd pul ola olmaydi, hamma qayta ro'yxatdan o'tadi deyishsa, darhol savol bering. Qaysi qaror, qaysi modda, qaysi rasmiy manba? Rasmiy asossiz gap bilan harakat qilmang. 10-qadam. Agar pensiya to'xtab qolsa, vahima qilmang. Ketma-ket tekshiring. Avval bankdan ko'chirma oling. Keyin karta faolmi, hisob raqami yopilmaganmi, telefon raqami ishlayaptimi? Shuni biling. Undan keyin pensiya bo'limiga murojaat qilib, to'lov yuborilmaganini so'rang. Agar to'lov yuborilgan bo'lsa, muammo bank tomonidan bo'lishi mumkin. Agar yuborilmagan bo'lsa, pensiya ishida aniqlashtirish bor bo'lishi mumkin. Har bir bosqichda yozma javob olishga harakat qiling. Men yana bir muhim maslahat beraman. 60 yoshdan oshgan ota-onangizni faqat hujjat uchun idoradan idoraga olib yuravermang. Avval telefon orqali yoki rasmiy sayt orqali qanday hujjat kerakligini aniqlang. Keyin hujjatlarni tayyorlab boring. Keksalar uchun navbatda turish, issiqda yurish, bir hujjat yetmay qaytish juda qiyin. Farzand sifatida sizning vazifangiz ularni himoya qilish, lekin bu himoya qonuniy va tartibli bo'lishi kerak. Agar pensioner kasal yotib qolgan yoki harakatlana olmaydigan bo'lsa, alohida tartiblarni so'rang. Notariusning uyga kelishi, vakil orqali murojaat qilish, tibbiy ma'lumotnoma asosida xizmat ko'rsatish, bankning masofaviy imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Har bir holatda bitta umumiy javob yo'q. Shuning uchun men doim individual vaziyatni hujjat bilan ko'rib chiqishni maslahat beraman. Xulosa qilib aytsam, 10 iyuldan 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq degan gapni vahima bilan emas. Huquqiy tartib va hujjat nazorati sifatida tushunish kerak. Eng asosiy xavf pensiyaning o'zida emas, balki muddati o'tgan hujjat, noto'g'ri ma'lumot, ishonchnoma muammosi. Karta boshqa odamda yurishi yoki firibgarlarga ishonib qolishdadir. Agar siz hujjatlarni tekshirsangiz, bank kartasini tartibga solsangiz, ishonchnoma muddatini yangilasangiz va rasmiy manbalarga tayansangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Men sizdan iltimos qilaman, bu mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qanday hujjatlar so'ralyapti? Qanday muammoga duch keldingiz? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Albatta bo'lishing. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi 6 yoshdan oshganlarga yetkazib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling, chunki men keyingi videolarda pensiya, nafaqa, bank kartasi, imtiyozlar va hujjat masalalarini yana ham aniqroq oddiy tilda tushuntirib beraman.